Assalomu alaykum, hurmatli Nukus.com YouTube kanalini kuzatib boruvchi aziz vatandoshlarimiz. Hozir sizlarga bu joyning lokatsiyasini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bu joyda kunduz syomkaga olsang da, tongdan syomkaga olsang da, ishi qarаңғы ko'rinmaydi. Sebebinde aynalarni da qarayib turishib plyonkalar bosilgan desek de bo'ladi. Manzilimiz hozir do'stlar Vodokanalning yo'lindamiz. Sizlarga zo'r imkoniyat do'stlar, videoni oxiriga дейін ko'ring. Bu joy ko'rib turganimizdek To'g'ri qarab ketsek, infeksionniy deb aytamiz. Bozor tarafdan keyingisi, o'sha sentralniy. O'sha ko'chaga kiramiz. Hozir chiqib boratganimda ko'rsatib ketaman. Bu yerda ko'p odam biladi, Mir Market degan magazin bor. O'sha yerdan kirasizlar. Bundan pavrot yerlab qolinglar. Assalomu alaykum barchalaringizga. Navbatdagi joyimiz do'stlar, bu joyimizning bahasi auksion orqali sotuvga qo'yilgan. Boshlang'ich bahasi 800 million so'm. Auksion bahani tushirib boruv tartibiмен o'ynatilib, joyning bahasi 640 million so'mga shekin tushadi. Do'stlar, bundan da sizlarga qolayli jeri 640 million so'mga agar siz auksion orqali joyda olатын bo'lsangiz, boshlang'ich 30%ni, ya'ni 192 million so'm to'lab, qolgan 448 million so'mni mikrokredit bankidan 7 yilga arzonlatib, ya'ni do'stlar, yillik 16% bilan kreditga olsangizlar da bo'ladi. Aslining do'stlar 192 million so'm bilan 2 etajli usunday ko'p qavatli uyning egasi xudo xolisa siz bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz aziz vatandoshlar, auksion 11 dekabr kuni bo'lib o'tadi. Sizlarga ekranga lotga kiruv nomerlarini qo'yib ketaman. Do'stlar, bu joyimiz auksionda sotilib o'tirgan bo'lgani uchun svetlari qashini o'chirilgan. So'ning uchun joyning ishini taniq etib, aniq etib ko'rsatuvning imkoniyati yo'q. Do'stlar, joyimizda eslatib o'tamiz, oldingi tarafida ham, orqa tarafida ikki shunday adzi bor. Ko'p vaqtlardan beri odam jasamaliqdan shunday shoklar bosib ketgan. O'zingiz xudo xolisa sotib olgan uchun tozalab olsangizlar bo'ladi. Joyimiz do'stlar menga juda unadi, sababi ishkida remontlari juda zo'r etib islangan. Joyimizning do'stlar общий 8 dana komnatasi bor. So'ning ichida garaji, ishki banya, parnoy banya, xulоса qanday komport joy kerak bo'lsa, siz izlagan joy o'sha desek de bo'ladi. Bu do'stlar joyimizga kirib o'tirgan tarafi ko'rib o'tirganingizdek zo'r etib remont islangan, hamma zotli qulayliklari bor. Bu do'stlar qarаңғы bo'lganlikdan arqadan ko'ruvning imkoniyati yo'q. Joyimizni borib ko'rsangizlar da bo'ladi. Auksionimiz xudo xolisa 11 dekabr kuni bo'lib o'tadi. Жаңа aytganimizdek 192 million so'm boshlang'ich to'lamini to'lab, 7 yilga mikrokredit tarafidan, mikrokredit bank tarafidan 16% dan kreditga olsangizlar da bo'ladi. Joyimizda shunday etib gazonlarda kirgan yerni zo'r etib remont qilingan. Hech qanday do'stlar bu joyimizga remont, boshqa zot deb o'tirmaysiz, tek zotlaringizni kelib jasay berasizlar bo'lgani. Hozir do'stlar, bu yili koridorlarında yurimiz. To'mengi tarafi o'zingiz ko'rib o'tganday zo'r etib shunday remontlar qilingan. Bu bo'lsa do'stlar, 2-etajga kiradigan tarafi bu yerimiz qasr etib qilingan, ko'rib turganingizdek biyiq etib solingan, zo'r etib. So'ning uchun do'stlar, shunday joy mag'anda nesib etgan, yetsin deb o'tganlar bo'lsa, bir dana like bosib kommentariyaga fikrlaringizni yozib o'tirib ko'rsangizlar da bo'ladi. Zo'r do'stlar, hamma zoti zo'r etib qilingan. Sizga joyimiz albatta unaydi degan umiddamiz. O'zlaringiz ko'rib turganingizdek hozir 2-etajga kiradigan yerlarida yurimiz. Kunduz almadingmi deganlar uchun do'stlar, kunduzda joyda oluvning imkoniyati yo'q, sebebinde aynalarına da kundan qo'rg'ovchi masomalar bosilgan. Uni xullas aytganda kunduzda barsan, tunduzda barsan ko'rinmaydi. Shunday do'stlar, biroq komnatalarning barligi keng etib islangan. Hozir bizlar ko'rib turganingizdek 2-etajning komnatalarida yurimiz. Sizga albatta zo'r imkoniyat shunday etib islangan. Do'stlar, bu joyimizni so'rav uchun, boshqa zotlarning dokumentlarini so'rav uchun ekranimizda nomerlar qo'yib ketaman. O'sha ekraningizda nomerlarga baylanib bemalol ko'rsangizlar da bo'ladi. Xudo xolisa
аукционға ұтып алсаңыз, айтқанымыздай 192 миллион сом төлеп, осы жайдың иесі сіз болуыңыз мүмкін. Енді достар, айлық график төлем мысалы қымбаттардан келуі мүмкін. Дегенмен де аз айтып өтуге әрекет етемін. Bir айлық график төлем достар 8 миллион 898 мың сомнан келеді. 20-25 жыл кредит төлемейсіздер, бар жоғы 7 жыл төлеп, көбірек егер айлық тапсаңыз, мүддетінен ілгері жауап жасасаңыз да, основнойдан қайтарсаңыздар да болады. Шындай етіп, достар, зор етіп үйіміз ремонтлары зор етіп істелінген. Бұл достар көріп подвал. Подвалдың өзі бір комнатаға шамалас достар. Затларыңызды беймәлел салып қойсаңыздар да болады. Ал достар, бұл жайымыз енді жайының метр квадратларының бәрін звонок етіп сұрасаңыздар да болады. Бұл кухнясының өзі де зор етіп, сондай кең етіп істелінген. Олыма достар, хаме комнаталары кең. Енді камерада қараңғыда дұрыстап түсіре алмайды. Қазір біздер екі телефоннан спичка шағып түсіріп жүрміз, дегенмен де качество бар болмайды. Сондай достар, көріп қалғаныңыздай, бұл жағымызда туалет, баня, хамме затлары бар. Бұл қадимгі баня, ал бұл жағында болса, екінші тарапында парной тарапы бар. Tuvalet var. Açılmıyor ya. Garajı mı açılmıyor?